Mani tashxisim ko'krak saratoni bo'lgan. Ancha ximiyalar oldim, operatsiyalar bo'ldim. Shu xonadonga kelganimda G'afar opam mana shu karotina yog'ini iching dedilar. Majbur qilib aytdilar. Sog'ayib ketishingiz uchun iching, shuni ichib ko'ring dedilar. Mayli dedim. Ichkim kelib, ichkim kelmay mana shunaqa qarasam shiringina yaxshi ketyapti. Hafsala qilib ichdim shuni. Orada yana 2023-yil yana lecheniya olishga to'g'ri keldi. Keyin aytdilar, mana shuni ixlos bilan iching Kamola siz mana shu ikkalovini ichib ko'ring, faqat ikkalovini ichib ko'ring dedilar. Ximiya olib bo'lganimdan keyin orada 21 kun o'tadi. 21 kun ichida men 10 kun o'zimga kelib olganimdan keyin parallel mana shu karotina yog'ini ichdim och qoringa. 3 mahal hozir ham aytdilar, yaxshi bo'lib ketasizlar debdi. Xudoga shukr, mana shu 2 mahal ichyapman. 3 mahal ichmasam ham 2 mahal ichyapman. Mana yaqinda ham UZI qildirib keldim. Nimagadir ximiyalarim ham tugadi. Targetni yozib berdi doktorim. Xudoga shukr, mana rahmat o'sha doktorimga ham, Zulayxon Baxtiyorovnaga. Ular bilan baravar qildik. Ularning aytganini ximiyalardan keyin dorilarni qilib, mana shu ixlos qilib, karotinani ham ichib, maysarani ham ichib, mana shu shotga kelib, chalg'ib ancha o'zim kelib qoldim. Даже ximiyalar olib 2 kundan keyin uncha mazam bo'lmasa ham shotga kelardimki, shotda energiya olardim-da. Mana shu karotina yog'i bilan ancha o'zimga keldim. Stomatitim yaqinda ko'payib, даже tillarimda shunaqa ko'payib ketdiki, gapirishga holim qolmadi-da. Hatto issig'im chiqqanini men shu paytgacha bilmas edim. Stomatitim chiqar edi, u darajada emas. Yana ixlos bilan yopishdim shu karotinaga. Qanaqa ichadigan bo'ldim. Ichib darrov yutib yubormadim-da, shu og'zimda ushab, shu stomatitlarimga olib borib tekkizib, mana shunaqa qilib ichdim. Karotina yog'i men uchun ham immunitetimga yaxshi ta'sir. Men e'tibor berdimki, mana 2016-yil tashxisim onkologiyada davolanishni boshlagan bo'lsam, mana necha yil bo'lgan bo'lsa, o'shandan beri o'zimni tashxis qilaman. Ichimda bo'layotgan davolanish jarayonida mana ximiyalarim ham, targetim ham tugadi. Shu karotina yog'i qanaqadir yengillik berdi menga. Mana hozir stomatitlarim yo'q.